xodimlar aql bilan boshqarilmaydi. Xodimlar ruhiyat bilan boshqariladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tadbirkorlar, salomatmisizlar? Bu muhim instrument bilan sizlarga bo'lishmoqchiman. Mana hozir Inha universitetidamiz. Tez natija 4 dasturimizning 2-haftasi yakunlandi. 2 kun davomida birga bo'lishdi, ilmlar olishdi, juda ko'p ilm olishdi. Endi ularda muammolar bo'ladi. Ya'ni qanaqa muammolar? Juda ko'p narsani ko'rishdi. Ya'ni ideal biznes qanaqa boshqariladi? Ideal xodimlar qanaqa boshqariladi? Ideal mahsulot qanaqa bo'lishi kerak? Ideal servis qanaqa bo'lishi kerak? Bularni nazariy tomonda ko'rib olishdi-da, endi bu qanaqa bo'lishi kerak deb ko'rib oldi. Endi bitta muammo tug'iladi. Nima deysizlar? Endi biznes egasi ideal narsalarni ko'rdi, ideal narsalarni eshitdi, tasavvur qildi-da, o'zining biznesiga borsa, umuman teskari narsa ko'radi. Tartibsiz saqlangan tovarlar, tartibsiz saqlangan kassalar, hamma tartibsizlikni ko'radi. Idealsizlikni ko'rgandan keyin asabiylashadi, stressga tushadi. Shundan keyin xodimlarga jahl qilishni boshlaydi, xodimlarga asabiy qilishni boshlaydi, xodimlar ko'zga yomon ko'rib boshlaydi. Bunday paytda nima bo'ladi deysizlar? Keyin xodimlar sizga qarshi chiqib boshlaydi. Xodimlaringiz sizni yomon ko'rib boshlaydi. Lekin oldingiz kulib turadi, lekin xodimlaringiz sizni yomon ko'radi. Ichidan qarg'ish boshlanadi. Shu rahbarimiz qayerdadir o'qib kelyapti-da, qanaqadir muammolarga uchrayapti, xullas yomon odam bo'lib kelyapti, o'qigan sari yomonlashib ketyapti deydi-da, xodimlar ichidan sizni qarg'ishni boshlaydi. O'qimasin, o'qishga bormasin, olgan ilmi yuqmasin, ishi yurishmasin degandek qilib sizni qarg'ishlar boshlanadi. Ya'ni ichki hasatlar, ichki duolar boshlanadi. Bu yomon narsa. Ya'ni siz bu yoqdan ilm olyapsiz. Ideal biznes qanaqa yuritiladi, ideal xodimlar qanaqa boshqariladi. Hammani o'rganyapsiz-da, lekin borib u yoqqa borib asabiylashyapsiz. Stress qilganingizdan keyin xodimlar sizni yaxshi kayfiyatda kutib olmayapti. Bundan keyin xodimlar qarshilikka paydo bo'ladi. O'shaning uchun nima qilishimiz kerak desa, ilm olgani keldingizmi? Bilasiz, ya'ni biznesingizda hali bu daraja rivojlanmadi. Xato kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Nima qilish kerak desa, zo'r kayfiyatda borish kerak. Bir 3lik bajarilgan ish bo'lsa ham 5 dek ko'rish kerak. Xursand bo'lib borishingiz kerak. Xursand kayfiyatda borishingiz kerak. Ya'ni siz ilm olib boryapsiz. Strategiya qurib boryapsiz. Xursand bo'lib borib, hammasi bilan qalbdan ko'rishib. Chunki xodimlar aql bilan boshqarilmaydi. Xodimlar ruhiyat bilan boshqariladi. Ya'ni qalbdan yaqin bo'lish kerak. Hammasini quchoqlashib ko'rishib, salom alik qilib, muammolarni eshitib, asabiylashmasdan, xato kamchiliklarga ham jiddiy qaramasdan, ya'ni tabiiy qarab, bo'ldi zo'r, hammasi yaxshi bo'ladi deb xodimlarni kayfiyatini tushirmasligingiz kerak. Sizni borgandan keyingi birinchi qiladigan ishingiz xodimlarning kayfiyatini ko'tarish. Xodimlarni qilayotgan ishidan ma'no mazmunini ko'rsatib berish. Xodimlarni sizni ishxonangizdagi kelajagini ko'rsatib berish. Shu ma'no mazmunini topib bera olsangiz, kelajagini ko'rsatib bera olsangiz, ya'ni sizni xodimlaringiz yana sizni o'qishga borishingizni xohlaydi, ilm olishingizni xohlaydi, ko'proq shu Toshkentlarga, qanaqadir chet elliklarga chiqishingizni xohlaydi. Ya'ni sizni ishxonadan chiqishingiz, qaytganingizdan keyin qanaqadir xodimlarga yangilik bo'lishi kerak. Agar siz ishxonadan chiqsangiz, o'qishga ketasizmi, dam olishga ketasizmi, yana qaytib kelsangiz, stress qilaversangiz, stress yana muammo bilan kelaversangiz, xodimlar sizni qarg'ish boshlaydi. Shu hech qayerga yurmasin, hech qayerga ketmasin, operatsiyadan chiqmasin, shu yonimizda yursin, shu quloqimiz tinch bo'ladi, bir yerga ketsa muammo ortib kelyapti degan bo'ladi. Siz biznesdan chiqqaningiz, biznesga xursandchilik olib kelish kerak. Xodimlarga kayfiyat, mukofotlar, yangiliklar, yangi g'oyalar, ruhiyat bo'lishi kerak. Ishoning, har bir instrument, har bir o'rgangan ilm, har bir olingan ilm yuqori kayfiyat bo'lsagina xodimlar qiladi. Har bir olingan ilm, har bir olgan insightlaringiz biznesingizda yuqori kayfiyatli xodimlar bo'lsagina ular qiladi. Ya'ni kayfiyatni, energiyani ushlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, hurmatli tadbirkorlar, qayerda o'qishingizdan qat'iy nazar, qanaqa yangilik o'zingizni rivojlantirishdan qat'iy nazar, biznesingizga qaytganingizda yaxshi kayfiyatda boring. Kayfiyat, energiya bu yuqumli narsa. Sizni kayfiyatingiz, sizni energiyangiz xodimlarga yuqadi. Shuning uchun o'zingiz kayfiyatingizni, energiyangizni doimo boshqarishga harakat qiling. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat.